Rollarda Andrey Dementyev, Marina Ignatova, Gosha Kutsenko, Rustam Haziyev, Aleksandr Rabak, Dmitriy Groysman va boshqalar. Og'ir kunlar. Mana qotib qol deganda aytgandim-a? Tamom. Yelimlandik. 20 daqiqadan beri turibmiz. Senga aytgandim-a? Tezroq qimirlagin deb. O, tentak. To'xta. Endi birorta dumbilchani tasdiqlab qo'yishadi. Qaysi agent o'zinikini tezroq tiqishtirsa joy o'shaniki. Mayli, o'zi o'sha yoqqa borgim kelmayapti. Ahmoq, nima deyotganingni bilyapsanmi? To'xta dedim senga. To'xta. Nima qilyapsan? Bunday imkoniyat bir marta bo'ladi. Dmitriy Samuilovichning rejalari katta. Bu guruhni bir haftadan keyin markaziy televideniyega chaqirishadi. Hamma ish orqasiga ketyapti. Issiqni qara. Lena oynani ochib qo'y. Ira xola oyna ochiq. Meni xoladimi? 100 marta aytdim, xoladimi? Ahvolimni ko'rib turibsan-ku. Alo. Dmitriy Samuilovich, salom. Qayoqqa ketganini ko'rdingmi? Kechirasiz, aksiga olib, biz tirbandga tushib qoldik. Iltimos, bizni kutib turing. Birinchi, uni ko'zdan yo'qotdik. Ana u, orqasidan hayda. Tezroq, bo'la qol.
Tushunarli. Hech narsa qilmading, hech narsa ko'rmading, hech narsani eshitmading. Tinchgina o'tib ketayotding. Ignat. Sizlarni necha marta himoya qildim-a? 1000 marta qutqarib oldim. To'g'ri, men ham yoshlarni tushunaman, bilaman. Men o'zim ham sarguzashtlarni yoqtiraman. Robin Hood, Zorro, Erksevar kapitan, sizlar esa betimga tupurganda ish qildinglar. Qushxonadagi elektrni o'chirib qo'yganlaringga indamadim. To'g'ri, bo'g'oz sigirlarni so'yish yaxshi emas. Men ham jonivorlarni yaxshi ko'raman. Harakatinglarga qarshi emasman. O'zimda qizim ham uyda akvariumda baliq boqadi, haligi mayda baliqlar. Bir arava muzqaymoqni shamol qilib yosh bolalarga tarqatdinglar. Bunga ham gap yo'q. Menga ham muzqaymoq yoqadi, ammo militsiya mashinasiga bo'yoq sepishning nima keragi bor edi? Bu nima tentaklik? Bu axir g'irt huquq buzarlik-ku. Bo'pti, Boyarskiy. Vaziyatni tushuntirib qo'yay. Boshimda ming xil muammolar bor. Shaharda soxta yevrolarni tarqatishyapti. Bor, yo'lakda o'tirib tur. Bor, seni nima qilishni o'ylab ko'raman. Shaharning maymuni. Gaplasang ichkinda, siqird giyohvand. Ko'nglim yamayni to'rdi. Ko'tar uni. Qani yur, bo'l. Pirchilashini qara. Yur dedi. Boyarskiy. Xo'sh. O'tirib o'yladingmi? O'ylab o'tirdim. Demak bunday. Latta bilan chelakni olasan. Mashina kalning kallasida yarqirash kerak. Yaxshilab tozala, tushunarlimi? Ha. Bo'shsan. Yaxshi joy ekan. Mana shu yerda mashq qilamiz, qoyaga chiqamiz. Ignat! Qolganlar qani? Ignat, men bir qiz bilan tanishib qoldim. Bir qarashda yiqitadi. Harakatimizga qabul qilaylik. Senga necha marta aytdim, tashkilotimiz sevishganlar klubi emas, bizga begonalar kerak emas. Yangi a'zolarni olib kelyapman. U qo'yilmoq. Kerak yo'q, qo'ysangchi. Lina. Hoy.
Salom. Men Linaman. Salom. Urban Mankiz shahar maymuni sizlarga maymunlar yoqadimi? Maymunlarga xushim yo'q. Biz maymundan tarqaganmiz deydigan tentaklardan bezganman. Bu nomni men topganim uchun uni achchig'i chiqyapti. Nomlanish chak emas. Uni qanday nom tanlaganini aytaymi? Ayta qol. Kunduzgi ko'rshapalaklar. Har kim o'z fikri bo'ladi. Unga ko'rshapalak bo'lib ber. Ko'rsatchi. Xuddi o'zi, lekin maymunlarning aqlli ekanini olimlar aniqlashgan. Qanaqa olimlar? Ko'zoynak taqqan tabiatshunoslar. Demak, o'sha olimlarning o'zi maymun ekan. Sen ham olding-ku. Lina, sen maymunlarni yoqtirasanmi? Menga ko'proidlar yoqadi, ko'rshapalaklardan qo'rqaman. Men bugun seni daydi itlarni terisi shilinadigan qo'rxonaga olib boraman. Nima uchun? Nega bo'lardi? U yerdagi itlarni qutqaramiz. Tanishinglar bo'lingni. Salom. Bular bizni maslakdosh do'stlarimiz. Bu Xach va Vadik Loyqayu. Loyqa? Ism sharfim shunaqa. Aslida u juda tiniq va shaffof bola. Juda ham unaqa tiniq emas. Aybim ko'p. Qizlar bilan yurganman. Obqochi, balki Xach bilan ham yurgandirsan-a? Nima? Xachni aralashtirma. Bu boshqa masala, bildingmi? Xach, qiz bo'luvchi g'alati ism. Bu meni laqabim. Agar haqiqiy ismimni bilib qolsang, seni o'ldirishimga to'g'ri keladi. Men ismini fosh qilganimda u meni o'ldirgan. Meni? U paytlar men tirik edim. Ana endi rostdan ham o'lasan. Bo'pti, shahar maymunlar, endi boraylik. Biz bilamsan? Ha. Qani ketdik. Qani, minib ol. Men ham ularga kerak bo'lib turaman. Eshikni yoki qulfni buzishga to'g'ri kelsa, meni izlab qolishadi. Tushunarli. Sen chiroyli ekansan. Rahmat. Tashkilotimizga husniy asqotib qolishi mumkin. Qani, bo'la qolinglar. Tezroq. Endi ozodsizlar. Ha, barakalla. Yiqitlar, quyon. Mana sizlarga. Bo'pti, qochdik, bo'la qol. Ishladinglarmi? Kutib olarkanmi? Suvarakda tirqirab ketishdi. Tushunarli. Qaytaveringlar. Xo'p bo'ladi, qaytyapmiz. Bu senga. Rahmat. Unday qilma. Qo'lim yetmadi. Qani. Qo'ysangchi. Qani bu yoqqa sakarachi? Yo'q. Mayli, o'zim o'rgatib qo'yaman. Tusha qol, men yo'qqa chiqa olmayman. Mayli, hozir o'zim o'rgatib qo'yaman senga. Qani kechi, oyog'ingni bu yoqqa qo'y. Ana, tirnog'imni sindirdim. Bo'pti, o'zim qutqarib olaman. Bolalar, chetroq turinglar, o'tib ketaylik. Biz o'tkazib yuborib, qizaloq.
Sizlar qayerqa? Biz ro'yxatda bormiz. Bo'pti, o'taveringlar. Mana Marsel, hammasi aytganingdek bo'ldi. Bu yerda hammasi emas. To'g'ri, sal kamroq bo'lib qoldi. Menga yana 1 oy muhlat ber. Iltimos 1 oygina. Bu guruhga katta pul sarflaganman. Bu qizning noyob ovozi bor. U katta daromad keltiradi. So'zimga javob beraman. Yaxshi shartnomalarim bor. Televideniya bilan, radio bilan menga faqat 1 oy vaqt kerak. Hadeb gugurja qavermasang-chi? Gapimni eshit. Nega indamaysan? Iltimos, menga 1 oy muhlat ber. Bizni guruhimiz qora maymunlar. Bu shaharni bizlar boshqaramiz. Zo'r. Menga qara, Mittivoy. Mana bu jonon kim bo'ldi? Bu nima deganing? Men qizaloqman, Mittivoy mana bu. Bu esa Samoilovning guruhidagi yangi ashulachi. Yomon emas. Salom. Salom. Juda ham asabiylashyapsan, chog'. Birinchi chiqishingmi? Ha. Ignat, qara. Tinchlantirishni zo'r yo'lini bilaman. Qoyil. Bugun seni bajonidil o'ynatib kelaman. Taklifing yomon emas. Yuraging betlasa, borib yigitimdan ruxsat olib kel. Hali shunday degan. Ignat avvalroq ulgurib qopti-da. Bo'pti, omadingni bersin. So'zimga aniq javob beraman, senga ko'proq to'layman. Istaganingcha to'layman. Marsel, nega meni xo'rlayapsan? Bas qilsang axir. Seni qara, senga axir nimani tushuntiryapman? Gap bitta, 1 haftada pullarni topib kelmasang tamom, klub meniki bo'ladi. Shoshma, Marsel. Klubni nega olarkansan? Bor narsam shu klubim xolos. Iltimos 1 oygina vaqt ber. Iltimos, sendan o'tinaman. Meni eshityapsanmi? Klub meni bor yo'g'im senga va'da beraman. Bu kim? Nima? Bu kim deyapman? Bu o'sha qiz. U juda iste'dodli qiz, ishimni yurishtirib beradi. U endi meniki. Bu nima deganing? Qarzingni o'rniga qizni olaman. Shoshma. Masala hal. Menga qara, sen iblismisan o'zi? Bare. Sen endi menikisan. O'zimniki. Demak, Amerika kemasi mana bu yerda, Fedos yaqinda. Unga suv ostidan yaqinlashamiz. Jihozlar tayyormi? Shtoplan ballonlari bilan. Juda soz. Zanjirdan ko'tarilishning qiyin yeri yo'q. Har bir kishi ikkitadan patron oladi. Bo'yoqlar bormi? Loyiqa sendan so'rayapman. Hammarongidan bor. Bo'pti. Xat chap tomonni oladi. Bo'pti. Mixayga o'ng tomon. Men bayroqqa ko'tarilishga urinib ko'raman. Lina bilan loyiqa bizni qayiqda kutib turishadi. Bilib qo'yinglar, bu bezorilik emas, balki norozilik namoyishi, bema'ni narsa chizilmasin. Kechirasan, meni ilojim yo'q. Nimaga? Biror gap bo'ldimi? Senga ilgariroq aytmoqchi edim. Endi kamroq ko'rishamiz. Meni klubda qo'shiq aytishga chaqirishyapti. Tartugaga ko'chib o'tyapman. Nima? Tartugaga? Sen hali tekinxo'r oliftalarga kuylaysanmi? Seni to'g'ri tushundimmi? Kapitanga qo'shiq aytib bermoqchimisan, shundaymi? Seni o'sha chaqirdimi? Uni taklifiga ko'nishingga ruxsat bermayman. Menga buyruq berishga haqqing yo'q. Otammassan, erim ham emassan. U seninchi iste'dodingga ishqibozmi? Sen xato qilyapsan. U seni o'z jazmaniga aylantiradi. Uni butun vujudini qora qumron bosgan. Men haqimda fikring shumidi? Dunyodagi eng yaqin odamimdan shuni eshitdimmi? Butun sohil bo'yida o'shandan iflosroq kimsani topa olmaysan. Nikey, unga o'zing tushuntir. Bilasanmi? Lina o'zi istagan ishni qilishga to'la haqli. Uni to'xtatishga biz haqsizmiz. Sen esa oxirgi paytlarda juda kerilib qopsan. Yo o'zingni unga xo'jayin deb o'yladingmi? Tashkilotimizda boshliq yo'q. Sen esa buni unutib qo'yganga o'xshaysan. Fikrlaringni aytib olishga vaqt topsan.
Balki hali ham undan umidvordirsan yoki bizga boshqa bo'lmoqchimisan? Marhamat. Bir gap aytaymi? Bora qol o'shani ketidan. Lina, to'xta. Jonga tegding. Jinni bo'lgansan, loyihaning nima aybi bor? Mayli, xafa bo'lma. Bo'pti yigitlar, rahmat. Buguncha yetar. Marsel Petrovich? Ha, bu menman. Seni qo'rqitib yubordimmi? Kechirasan, do'ndiqcham, seni qo'shiqlaring. O'zing meni qattiq hayajonga solyapsan. Hissiyotlarim o'zimga bo'ysunmay qo'yapti. Seni yeb qo'ysam deyman. Marsel Petrovich. Men senga yoqamanmi? Siz bilan kelishgandik-ku. Nima? Yodimdan ko'tarilibdi, afsus. Marsel, ko'rmayapsanmi, bizlar batmiz-ku. Rudik muammoga duch keldi. Katta muammo. Hal qilishimiz kerak. Oh, kechirasan, bexosdan. Bizda muammolar bo'lmaydi, vaqtinchalik hal bo'lmagan masalalar. Barakalla. Rostdanmi? Azizam, davlat ahamiyatidagi zarur ishim chiqib qoldi. Shuni tugatib kelay, keyin sen bilan davom ettiramiz. Meni kutib tur. Ko'zacha guruhini yoqtirmayman. So'zlari dabdala, ohangi rasvo. Ko'zachaga til tekkizma, maxluqlar guruhini rasvo desa bo'ladi. Ko'zachaga gap yo'q. Maxluqlar guruhi menga yoqadi. Ha, ana, kelyapti. Juda zo'r yigitda. Salom Ignat, guruhingga yangi a'zolar kerakligini eshitdim. Men do'stlarim bilan seni harakatingga qo'shilmoqchimiz. So'z beraman, afsuslanmaysan. Bizdan ko'ra fidoyi, qat'iyatli to'dani topa olmaysan. Menga qara Slava, senga 100 marta aytganman, menga yangi a'zolarning keragi yo'q. Ochig'ini aytsam, bizning tashkilotimiz tarqalib ketdi. Endi esa tuyog'ingni shiqillat. Ha, maqsadingni tushundim. Endi maxfiy faoliyat olib bormoqchisan. Mana bu ishing zo'r bo'pti. Aqlingga qoyilman. Kallang zo'r ishlaydi, Ignat. Sen dahosan. Endi tinch uxlaysan. Kechir, kapitan. Endi bunday qilmayman. Menga qara, Jo'ra. Men o'g'irlikka qarshi emasman. Men ayrim o'g'irliklarga qarshiman. O'zim o'g'riman. O'zimga o'xshaganlarni hurmat qilaman.
Meni o'marding. Bu qahramonlik senga tan berdim, lekin gap boshqa yoqda. Sen haromi qo'lga tushib qolding. Sen butun tashkilotimizni xavf ostiga qo'yding. Uyat emasmi axir? Albatta uyat. Uyatmi? Uyatmi? Mayli, qo'yib yuborma. Avval pullarni qayerdaligini ayt. Pullar qayerdaligini aytaman, lekin meni qo'yib yuborishingni keragi yo'q. Voy ayyore. Gapimni ma'nosini tushunganini qara, ziyrak ekansan. Bo'lmasa savolimga javob ber. Pullarim qani? Qani pul? Pullarim qani? Albatta. Chiqindi tashlaydigan chelakka paketi bilan tashlab qo'yganman. Chin qaroqchilik so'zim, kapitan. Men to'g'risini aytyapman, kapitan. Kapitan. Nima deding? Chin qaroqchilik so'zim? Vijdonsiz odam ekansan. Qaroqchilik orzuyimni bilib, atayin shunday deyapsan. Sen aslida kemani ustuniga osish kerak edi. O'sha yerga yigitlarimni jo'natdim. Hamma chiqindi chelaklarni titib chiqishda u yerda pul yo'q ekan. U yerda bir bola bor edi. Pulni solganimni o'sha ko'rgandi. Bo'ldi. Uni ovozini eshitkim kelmayapti, uni qo'yib yuboringlar. Senga qo'ng'iroq qilgandim. Telefoningni o'chirib qo'yibsan? Mashg'ulotdan keyin yoqishni unutibman. Berchi. Bo'pti, suhbatimizni yakunlab qo'ya qolaylik. Meni vaqtim juda oz. Bilasanmi, Marsel? O'ylab ko'rsam, sen menga ko'p yaxshiliklar qilding. Men esa senga hurmatsizlik qilibman. Sen menga hamma narsani berding, men esa senga hech narsa. Bu vaqtinchalik holat. Menga shuni ber. Nima demoqchisan? Men seniki bo'laman. Ammo zo'ravonliksiz. Sen gapni qo'pol boshlading. Har holda qiz bola nozik bo'ladi. Men muloyimlikni yoqtiraman. Ana xolos, shunday degan, qiziq, qani gapiraverchi. Men roziman. Bugun. Yaxshi. Lekin men o'zimga zeb berishim kerak. Axir bir ahvoldagi kiyimda seni yoningda yurolmayman. Shaharga tushishim kerak. Bu zarur. Shaharda nima qilasan? Kerak bo'lsa shaharni shu yerga ko'chirib kelaman. Unda visolning sirliligi qolmaydi. Men senga yoqadigan sovg'a qilmoqchiman. Nima demoqchiligingni tushunyapman albatta. Bo'pti. Borib aytay senga qayiq tayyorlashsin. Nafissan. Shaharga seni yolg'iz yubora olmayman. Lekin senga ishonmaganimdan emas. Ayollar tabiatan juda beqaror bo'lishadi. Ha, beqaror. Fikringdan qaytishing mumkin. Bilasanmi? O'ylaysan va so'zingdan qaytasan. Alo, Biz hoziroq uchrashishimiz kerak. salomlashishni istamaysanmi? Muhim ishim bor, jiddiy muammoga yo'liqib qoldim. 1 soatdan keyin qahvaxonada ko'rishamiz. Alo. Salom deganajon, menga yordaming kerak. Yaxshi qiz, qizil katakli yubka bormi? Bitta borida sotildi. Shotlandiyaliklar olib ketishdimi? Yo'q, seni dadang. Hazilkash ekansan. Nima o'qiyapsan? Karatemi? Taekwondo. Nima edi? Qani ko'raychi. Taekwondo, boshlang'ich saboqlar. Zo'rsan-ku. Shug'ullanyapsanmi? Ha. Kalla kasallardan himoyalanish uchun. Chatoqsan. Balki belbog' ham olgandirsan. Bo'lmasamchi, qizil belbog'. O'zlarichi? Sportchimisizlar? Ha, sportchimiz. Sobiq. Tushunarli. Bosqinchilar.
Quchi esa uchib ketdi. Lapashanglar. Bu yoqqa. Men ahmoqman. Shuhratparast tentakman. Haqiqatan ham ahvoling og'irga o'xshaydi. Sal sekinroq. Ana u. Bu o'shalarmi? Ha, O'zim gaplashaman. Qizni olib kelganlaring uchun rahmat. U men bilan qoladi. Bo'pti, gap yo'q. Biz qaytamiz. Ignat! Ketdik. Qayerdan olding? Ishing bo'lmasin. Menimcha bu yetish kerak. Meni shu yerda kut. Hech qayerga chiqma, qo'ng'iroq qilma. Men tez qaytaman. Sen qayoqqa? Misham aka. Voy, Ignat. Yaxshimisiz? Salom. Haj qayerda? Tavakkalchilar bilan dengizga ketdi. Bir nima deb qo'yaymi? Yo'q, hojat yo'q. Skuterni berib tursangiz, Taturaga bormoqchi edim. Bemalol olaver. Rahmat, tez borib kelaman. Senga nima kerak? Xo'jayiningni ko'rmoqchiman. Gaplashmoqchiligimni ayt. Bittasi teshik tog'ara minib kelibdi. Kapitanni so'rayapti. Kimsan? Bugun qahvaxonada yigitlaringni emaklatuvdim. Kapitaningga jiddiy taklifim bor. Kutib tur. Chiqaver. Yigitlarimni sen uxlatdingmi? Ko'rinishingdan nimjondaysan. Jangovar san'atdan xabaring bormi? Ignat Boyarskiy. 18 yoshda. Urban Monkey guruhi sardori. Shahar maymunlari. Sen haqingda hamma narsani bilaman. Hozir bir narsani aniqlash uchun internetga kirsang bas. Ilgari dazmolni qizdirib gapirtirardik. Yoki kavsharlagichni. Bu yerda 40 ming. Qahvaxonadagi ishkani yopish uchun yetsa kerak.
Surbet yigit ekansan. Yigitlarimni kuchuk bola qilding, jononimni egallab olding, huzurimga bostirib kelding. Itga suyak tashlagan deb pul irg'itding. Meni maydakash deb o'ylayapsanmi? Birinchidan, Lina sizni jononingiz emas, meni qaylig'im. Ikkinchidan, odamlaringiz o'zi basharasini mushtum gurdi. Uchinchidan, sizni maydakash hisoblasam, yerigini olib kelmasdim. Surbetligimiz sababi esa ko'chani tarbiyasini olganman. O'zingiz bilasiz. Pand berding. Asabimga yomon o'ynading. Ishtahani oshqozonga mixlab qo'yding. O'zingcha ochmisan? Chaynaging kelsa chaynalmay aytaver. Lina sen haqingda aytmagandi. Kechirasan oshna. Xabarim yo'q edi. Bilganingizda ham baribir omadingizni sinab ko'rardingiz. Yo'q. Yanglishding uka. Bosqonga ko'ra qaroqchi birovni qaylig'ini hujrasiga tortmaydi. Qaroqchida vijdon bo'ladi. 40 ming degan. Boshqa qo'shmaysan? Noto'g'ri tushunmagan, gap pulda emas. Bosqonga ko'ra qaroqchi pulni rad eta olmaydi. Yo'qsa omad undan yuz o'girib qolishi mumkin. Ochig'ini aytsam, bu kam. Qizaloq bundan qimmatroq turadi. Lekin sen mard bola ekansan. Yigitlarimni rasmga tusha olmaydigan qilding. Meni bosqonga ro'para qilding. Menga qara, balki birga ishlarmiz. Menga ishlashdan ko'ra o'qish yoqadi. Ota-onam menga militsioner bo'lishni tayinlashgan. Faxrli kasb. Ota-onani so'zdan chiqma. Bosqonga ko'ra. Bo'pti. Lina senga. Meni to'yga chaqirishni unutma. To'yga borgach men kuyov bo'laman deb to'polon ko'tarmaysizmi? Haddingdan oshma. Esingda bo'lsin. Hurmatsizlik javobsiz qolmaydi. Muqarrar. Marsel. Marsel, so'rasam maylimi? So'rachi. Bosqon temirchini bolg'asimi? Bosqon degani bosqinchilar qonuni. Vijdon. Aytginchi, Mikhail Yuriyevich, shaharda tartibsizliklar ko'payib ketgandan xabaring bormi? Hech qayerda tinchlik yo'q. Qalbaki pullar, o'smirlarning to'dalari, turli qalang'i-qasang'ilar, hamma yerda ishkal chiqib tursa, odamlar boshimizni silasharmikin? Menga esa ularning hurmati zarur. E'tiqod qilishsa yana ham yaxshi. Bilasanmi nega? O'rnimni birovga berish niyatim yo'q. Bu esa juda jiddiy masala. Soching to'kilyaptimi? Viktor Ivanovich, men gapingizga qo'shilmayman. Tartib o'rnatay desam, oyog'imdan chalishadi. Poytaxtdan 300 ta pirpiraydigan chiroq so'ragandik, militsiya mashinalari uchun bojxona bermayapti. O'zimizga so'rabmiz, bojxonachilarni unutibmiz. Ular esa chiroqni olib qo'yib, o'zingizlarga boshqa so'raylar deyishyapti. Men endi qayerdan olaman? O't o'chiruvchilarnikini o'g'irlaymanmi? Ular o'zimni sirpantirib yuborishar. Menga qara, polkovnik. O'zingni tentaklikka solma. Bo'pti. Mashinalarda 20 millionlik muzey buyumlari bor. Ularni muhofaza qilish kerak. Birortasi o'g'irlansa, inglizlar shov-shuv ko'tarib bizni butun Yevropaga sharmanda qilishadi. Tentakka chiqarib qo'yishadi. Xullas, shaharda osoyishtalik saqlansin, hamma narsani nazoratga olasan. Birorta o'g'rani ushlab ochiq sud qilinglar, odamlarga tomosha yoqadi. Birorta ham bosqinchilik bo'lmasin. Siz o'g'lingiz Timurni tartibga chaqirib qo'ying. Mototsiklni tarillatib, to'dasi bilan bezorilik qiladi. Janjal to'polon ko'taradi. Mushlashadi. Polkovnik, butun shaharning mag'zavasini o'g'limni boshidan ag'darma. To'g'ri, u biroz jizzakroq. Axir 18 yoshli go'dakda. Dumini likillatmasdan hokimlik kursisini saqlab qolishimizni o'yla. Rostdan ham soching to'kilyapti, polkovnik.
Salom hamshaharlar, salom. Hokim janoblari, sizga savolimiz bor. Qo'yaver, o'tsin. Marhamat. Ko'p vaqtingizni olmayman. Shundaymi? Hokim janoblari, Britaniya mozigohi asor atiqalari namoyishini shahrimizda o'tkazish qiyin kechmadimi? Rostini aytsam, bu oson bo'lmadi. Shahrimiz aholisi mening bu xizmatimni shaxsiy qiziqishim deb tushunmasligini istardim. Meni faqat shahrimizning madaniy saviyasi qiziqtiradi. Va'da berib aytamanki, merlik kursisida o'tirarkanman, shahrimizni butun mintaqamizning madaniy markaziga aylantiraman. Britaniya mozigohining namoyishi bu ishning boshlanishi xolos. Bu ko'rgazmadagi biror buyum sizga yoqdimi? Bu ashyolardan bir ikkitasini o'z to'plamimda ko'rishni juda ham istardim. Shahar mozigohini nazarda tutyapman. Meni tushungandirsiz. Yana savollar bormi? Mufassalroq gapirib bersangiz. Masalan, kapitan Morganning qilichi. Uni Angliya qiroli o'z qo'li bilan topshirgan. Men ham qaysidir ma'noda Morganga hamkasb bo'laman. Siz ham qaroqchi o'g'rimisiz? Yo'q, albatta. Nimalar deyapsiz? Morgan ham umrining oxirlarida hokimlik qilgan, yomon boshqarmagan. Men ham hokimman, kasbdoshmiz. Afsuski, o'rta asrlarda ham o'g'ri kazzoblar hokimiyatga intilgan. Men esa shahrimiz aholisini mana shu ajoyib ko'rgazmaga taklif etaman. Mashhur qaroqchining shamshiri ko'rishga arziydi. Qaroqchi hokimning qilichi demoqchi edim. Jinursan. Suhbatingiz uchun tashakkur. Marsel tog'a, bolakay o'zimizni pulni o'zimizga o'tkazib ketibdi. Tog'a emas, kapitan. Bu nima deganing? Bu Jorik o'g'irlagan qalbaki pullar. Shunday degan. Jorik, bechora Jorik. Demak, u bizni aldamabdi-da. Bu o'sha bola. Ha. Lekin boshqa tomondan men lapashang Jorani o'ldirmasam, odamlarim mendan qo'rqmay qo'yishadi. Uni tiriklayin ko'mib yuboringlar. Bosqonga ko'ra. Tushunarlimi? Uni suvga cho'ktirib o'rganmiz. Bosqonga ko'ra. Demak, masala hal. Yigitlardan olganda jiblajibonni ushlab kel. Qizni ham unutma. Lina menga juda ham kerak. Men uni juda sog'indim. Xo'p. Menga qara, Silver. Labay. Demak, men o'z pullarimni haqiqiysidan ajrata olmabman-da. Ha, shunaqa. Boyni muddao. Biz o'shanda xotirjam gaplashmadik. Lekin nega bunday qilganimni tushunishing kerak. Tushuntirishing shart emas. Bu juda zarur. Sen hech qachon oilam bilan qiziqmagansan. Sendan avval qanday yashaganimni ham so'ramagansan. Ota-onam bilan tanishishni ham istamading. Men xolangni ko'rganman. Shuni o'zi ham yetib ortadi. Bilasanmi? Xolam dumbul bo'lsa ham hayotimga qayg'uradigan yagona yaqin kishim. Dadangchi? Xo'sh. Dadamning nimasini aytay? U o'tgan yili iste'foga chiqqach, juda o'zgarib qoldi. Har safar uyga qaytganimda, u oshxonada derazaga tikilib o'tirgan bo'ladi. Mening bor yo'g'imni ham sezmaydi. Juda qo'rqinchli. Ba'zan o'zim ham aqldan ozib qolayotganga o'xshayman. Tartugada qo'shiq aytishga chaqirishganida omadim keldi deb o'ylagandim. Dadamning jasur dengizchidan telba bir devonaga aylanib qolganini ko'rib o'tirishdan ko'ra, yerning narigi chekkasiga ketishga ham tayyor edim. Nega buni menga aytmagansan? Aytishga urindim, lekin sen butun dunyoni o'zgartirish maqsadida yugurib yurarding. Mening muammolarim seni umumbashariy ongingga joylashish qiyin bo'lardi. Meni kechir. Sen ham. Seni sevaman. Tomosha tugadi. Endi biroz tanaffus qilasizlar. Ularni ushlanglar.
tegma unga. Ignat! Qo'lingni tort, iflos! Meni tanidingmi? Sal pal. Hozir hammaning og'zida jinoyatchilar kuchayib ketyapti degan gap bor. Vaholanki 17-asrdayoq barcha zamonlar va makonlar qaroqchisi deb nom olgan Genri Morgan qiroldan rasmiy maqom va vakolat olgandi. U gubernator Olaymi? unvonini bergan. Qirol Karl II qaroqchiga homiylik qilgan. Bir narsa ko'rsataymi? Meni faxrim. Bu qurollar to'plami bir vaqtlar mashhur qaroqchi va bosqinchilarga tegishli bo'lgan. Stepan Razinning to'pponchasi, bir paytlar Robin Hoodning qo'lida bo'lgan kamon. Har holda buni menga sotgan landor menga shunday degan. Qanchaga sotib olganimni so'rama, aytsam tepa soching tikka bo'ladi. Skif podsholardan birining shamshiri. U menga uzoq ajdod bo'ladi. Qora soqol laqabli qaroqchi Barry Spinslifinning nayzasi. O'tkirlangan bolta. 20-asr qaroqchilar filmidan, bolaligimdan yorqin xotira. Va nihoyat mening g'ururim, iskanja changagi. Shaxsan kapitan Blatning boshqaruv kemasidan olingan. Aslida kapitan Blat to'qima qahramon. O'zimizni pulimiz bilan o'zimizni uxlatib tag'in aqllilik qilyapti. Meni aybim yo'q, rostdan ham bilmagandim. Menga sotgan odam Blatni jiyaniman degandi. Mana bu yerdan esa tez orada to'plamimning eng bebaho buyumi joy oladi. Mashhur kapitan Morganning haqiqiy shamshiri joy oladi. Uni esa menga sen olib kelasan. Sen buni uddalaysan. Sen abjir yigitsan. Omadingni bersin. Lekin qaylig'ing Lina shu yerda qoladi. Mening yonimda. Bosqonga muvofiq. Jangovar klubni birinchi qoidasi. Jangovar klub haqida hech kimga aytmaslik. Jangovar klubni ikkinchi qoidasi. Jangovar klubni hech qayerda muhokama qilmaslik. Uchinchi qoida. Istagan kishi bilan mushlashish, hatto men bilan ham. To'rtinchi qoida esa eng asosiysi. Badallarni o'z vaqtida to'lash. Qarzdorlar beayov jazolanadi. Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Men sen bilan mushlashaman. Qaranglar, katta xo'jayin kelib qopti. Lekin sen klub a'zosi emassan. Xohlasam a'zo bo'laman. Birinchi badal 1000 yevro. Bo'pti. Jangni boshlaymiz. Xo'sh, og'ayni, uzr so'ragani keldingmi? Oxirgi suhbatimiz chala qolganda. Tugatib olishimiz kerak. Tugatib olish? Bo'pti, tugata qol. Qani boshla. Menga sening yordaming kerak. Kech qolding. Yordam kerakmi? Bolalar, turishiga yordamlashinglar. Linani o'g'irlab ketishdi. Ahmoq.
Zarbaning kuchi shu xolosmi? Sevgan qizingni nega himoya qila olmaganingni endi tushundim. Men bilan bormasang, mayli o'zim eplayman. Yakka o'zing uddasidan chiqa olmaysan. Do'stim, men bilanmisan? Sardorlikni davo qilsang, do'stligimiz tugaydi. Ancha qiyin masala. Ishni nimadan boshlaymiz? Menimcha hammani to'plash kerak. Ketdik bo'lmasa. Sen bilan chamasi 5-sinfdan beri mushlashmagandik. Ha, to'g'ri. Oxirgi marta o'shanda Surobiyni to'g'rilagandim. Men ham ochbiqiningga xamir qorganman. Kulgimni qislatmay, meni mushlarimdan emaklab qolarding. Obqocha, mushlashni senga o'zim o'rgatganman-ku. Men odamlarning ko'zini ochyapman. Men ularga haqiqatni aytdim. Odamlar, qaranglar, men gamburger yeb qorin og'rig'i bo'lib qoldim. Tez ovqatlanish shoxobchalari g'irt zarar. O'z manfaatini o'ylaydigan tekinxo'rlar achigan, sasigan mahsulotlarni qiymalab yedirishyapti. Ular bundan boylik orttirishyapti. Ha, og'ayni. Gapingga kirishmayaptimi? Kimlarni ko'ryapman? Nega kaltaklashdi? Gamburgerlarni yog'li ovqatning zarari haqidagi varaqalarga o'rab sotayotgandim. Sal ertaroq sezib qolishdi. Mayli, g'am yema. Senga yangi o'yinchoq olib keldim. Dodasi-yu. Bizga yordaming kerak. Basharay aytib turibdi. Linani o'g'irlab ketishdi. Mana bu mehmonxonaning yer osti tarmoqlari va shamollatish tizimlarining chizmasi. Tunda urinishdan foyda yo'q. Oqshomda buyumlarni seyfga solishadi. Ertalab esa qaytadan joylashtirishadi. Bu sug'urta kompaniyasining talabi. Ularning fikricha ko'rgazma binosi zaruriy xavfsizlik tizimi bilan ta'minlanmagan. Seyfni esa biz ocha olmaymiz. Unga malakali mutaxassisni ham tishi o'tmagan. Lekin otamdan 1-2 kilogramm portlatgich olishim mumkin. Agar Shamshirni tunda olishning imkoni bo'lmasa, unda kunduzi tinchitamiz. Sen o'z pullarini o'zlariga o'tkazganingni kapitan qayerdan bilganini hech o'ylab ko'rdingmi? Buni o'ylaydigan joyi yo'q. Pullar qalbaki bo'lgan. Kapitan ularni o'zi chop etgani uchun ham chuv tushganini darrov sezgan. Bosmaxona faqat bir joyda bo'lishi mumkin, Tartugada. Bu ish ancha qiyin kechadi. Biz Timurdan yordam olsak bo'ladi. Qora mushuklar yordam berishmaydi. Yo'q desa, o'ziga yomon bo'ladi. Fikr buzuqlar.
Nahotki bu shahar maymunlari bo'lsa, tarqalib ketmadinglarmi? Hajni o'zimga chaqirmoqchi edim, zo'r ish bo'lardi-da. Xo'sh, Ignat, menga nima xizmat bor? Gapira qol. Seni allalab uxlatishga kelganim yo'q. Jiddiy muammo chiqib qoldi. Kapitan Linani o'g'irlab ketdi. Bizga yordamlaring kerak. Agar xotiram pand bermasa, Linani o'zi kapitanning oldiga ketganda, maymunlardan bezigan shekilli. Hazillashadigan ahvolda emasman. Vaziyat juda jiddiy bo'lmasa bu yerga kelmagan bo'lardim. Kapitanni basharasiga g'isht ishqalagim keladi. U o'zini shaharning egasi deb o'ylayaptimi? O'sha haromini poygakka o'tkazib qo'ymoqchiman. Mendan yordam kutma. Yo'q. Kapitan bilan talashadigan narsam yo'q. U meni qizlarimga osilayotgani yo'q. Meni rad javobimdan ko'zingga yosh kelmasin tag'in. Aytganday, biz bugun mototsiklimni yuvyapmiz. Mehmonim bo'linglar. Birovga nasibaxo'rlik odatim yo'q. Bekor qilasan, balki nasibangni olib ketarsan. Shuni aytyapsanmi? Ha, qalay yoqdimi? Kim biladi? Buni Honda deyishadi. Toza narsa, eski tuskidan yig'ilgan emas. 152 tortadimi? 190 og'ayni, o'qday uchadi. Eski shaharni chorrahasigacha tortishamiz. Sen temiringda, men tovonimda. Uyqing kelyaptimi? Yutqazsang, Linani qutqarishga yordam berasan. Yutsang, senga qarorgohimizni beramiz. Xarobalaringni boshimga uramanmi? Timur, rozi bo'laver. O'sha xarobalar zo'r manzarali joy. Bemalol klip olsa bo'ladi. Bu dovdir tez yugura olmaydi, tamaki chekadi. Chekadi degan? Bilasanmi, og'ayni chalish, senga boshqa taklifim bor. Agar yutqizsang, haj meni ixtiyorimga o'tadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Maydon bo'ylab faqat tomlardan borasan. Eski maktabda tomdan tushib, to'g'riga yuguraversan. Chorrahadagi katta uyni 2-qavatidagi derazadan oshib o'tsang, marra seniki. Qani Ignat, sen albatta yutasan. Bo'la qol. Qani, to'xtama, yuguraver. Lina kerakmi? Demak, qadamingga dam berma. Yo'ldan qoch, challajon. Beting qursin.
Tavba. Tayyormisan jonginam? Juda soz. Yaxshilab kuyla. Keyin meni erkalashimga musharraf bo'lasan. Marselning qandayligini Marselning o'zi ko'rsatib qo'yadi. Bugun orzuyimga yetaman. Omadi keldi bugun Marselning. O't o'chirish tizimi ishlab ketdi. Juda yaxshi. Endi tabassum qilinglar qizlar. Hammani e'tiborini o'zingizga tortinglar. Oy, bu yerda odam bormi? Hammani diqqatiga. Bu yerda suratga olish mumkin emas. Kechirasiz, tartib shunaqa. Iltimos bu yerdan chiqinglar. Shunaqa zo'rmisan? Oyog'imni tagida o'ralashma. Xo'p bo'ladi, faqat bu yerdan chiqinglar. Panjangni tort, tuyog'ingni sindirib qo'yaman. Mayli bo'pti, xo'p, yura qolinglar. To'xtama. Kuyla.
yana kuyla. Lina, men seni sevaman. Marsel tog'a. Ha. Kapitan. Telefonga, kapitan. Men. Alo. Qilich. Qanaqa qilich? To'xta, hammaga mumkin emas. Nimaga? Bu qora mushuklarning hududi, itlarga kirish mumkin emas. Mushukmidilaring? Men maymunlar deb o'ylabman. Uchtang qollaring. Endi mumkinmi? Endi mumkin, faqat qurollaringni qoldirishlaringga to'g'ri keladi. Biz zo'ravonlikni yoqtirmaymiz. Sirbetlar. Men shunaqalarni yoqtiraman. Bo'pti, qurollarni topshiramiz, birodarlar. Bo'ldimi? Siz-chi? Bizni qurolimiz himoyalanish uchun. Men juda sipo odamman. Qizaloq. Tushundingmi? Men mittivoyman, qizaloq mana bu. Mana bu boshqa gap. Marhamat. Meni kapitan deyishadi, bu esa meni to'dam. Eshitgandirsan? Men esa Timur bo'laman. Bu esa meni guruhim. O'qigandirsan? Meni buyumlarimni keltirish kerak bo'lgan yigitni oraylarda ko'rmayapman. Men uni narsasini olib keldim. Uni o'zi qani? Gapimga xafa bo'lma, Lina, sen ham men uchun lashlushsan. Qilich esa haqiqiy buyum. Bilasanmi, kapitan? Seni narsang hozir meni qo'limda. Mendagi narsa esa meniki bo'ladi. Silver. Labay. Men shunaqa odamman, hatto o'z jiyanimni ham ayamayman. Men buni tog'asiman, surbet begonalarni esa mushuk boladay g'ijimlayman. Haddingdan oshmaz Umrasha, chiroyli basharangni tilib qo'yaman. Sen Ignat bilan qilichni qizaloqqa almashishga kelishgansan, shundaymi? Qilich esa menda, jononlar o'zimda ham tiqilib yotibdi. Lina, xafa bo'lma, sen baribir meniki bo'lmading-ku. Shu bois endi boshqa kelishuv bo'ladi. Men o'z shartimni qo'yaman. Senga nima kerak, pulmi? Bir xalta qog'ozni aytyapsanmi? Mana bu nishon bir paytlar Eron shohiga tegishli bo'lgan. Agar bunga qancha to'laganini bilsang, shaytonlab qolgan bo'larding. Bu yigit menga yoqa boshlayapti shekilli. Maqsadga o'taver. Senga aytsam, qo'limga g'alati qog'ozlar tushib qoldi. Odamlar buni seni sanating deyishdi.
Hoy. Qo'rqma, men amakiyman. Afsus, menga endi yoqa boshlaganding. Endi o'zingni ham, guruhingni ham baliqlarga yem qilishga majburman. Baliqlarga yem? Juda chaynalgan ibora. Hamma kinolarda shu jumlani aytishadi. Meni qo'rqitishga bu kamlik qiladi. Meni so'z boyligimni o'ylagandan ko'ra o'z salomatligingni g'amini ye. Nega endi? Meni sog'lig'im yaxshi, ichmayman, chekmayman, sport bilan shug'ullanaman. Kaftimda 150 marta ko'tarila olaman. To'g'ri. Bundan tashqari, miyam ham juda yaxshi ishlaydi. Toza havoda ko'p yursang kerak-da. Har kuni ochig'ini ayta qolay. Qimorxonadan bir haftada nari borsa 50 ming yutqizasan. Meni esa boshqa joylarda ham tanishlarim bor. Bitta almashtirishda millionni ayirboshlashlar mumkin. Birga ishlasak kam bo'lmaysan. To'g'ri, qalbaki pulni zo'r qog'ozga bosasan, lekin baribir bir kun bu ishingni mis chiqadi. Interpol deganini eshitganmisan? 2 kishi bilgan sir hammaga oshkor bo'ladi degan gap bor. Silver. Silver. Oh, rosa joyiga kiribmiz-ku. Bo'pti, sherikmiz. Juda soz. Senga hurmatim belgisi sifatida birligimizni mustahkamlash uchun yaxshi bir sovg'am bor. Kapitan, qizni qoldirsang degandim. Olaver. Yaxshi odamlar saxovatli bo'lishadi. Qani durbinni berchi. Tartugada kimlardir bor. Voy it baliqlar. Meni o'xshatib ketishyapti. Oxirgi tezlikda olg'a. Voy itdan tarqagan urushqoq chigirtka. Qayoqqa yetib olish kerak? Bo'la qolinglar, yaqinlashib qolishdi. Tezroq hayda. Tezlikni oshirsang-chi, tog'orani teshib tashla. Hozir g'alvir qilamiz. Tezroq, tezroq, tezroq. Nishonga qarab otga qotyapsan. Hozir yetib olishadi. Qani. Yaxshi. Juda yaxshi.
Ular endi qopqonda. Diqqat, qayiqdagilar. Polkovnik Droz gapiryapti. Sizlar qurshab olindingiz. Qarshilik ko'rsatish befoyda. Qurollarni tashlang. Bu qanaqasi? Qatis harakatlarsiz qurollarni tashlang. Qarshilik ko'rsatsangiz ogohlantirmasdan o't ochish haqida qat'iy buyruq olganman. Tentaklik qilmanglar. Qaytaraman, ortiqcha harakatlar bo'lmasin. Qo'llaringizni ko'taring. Astalik bilan qurollarni yerga qo'yinglar. Endi qo'lingizni ko'taring. Biz g'alaba qildik. Qurollarni astalik bilan qo'yinglar. Qo'linglarni ko'taringlar. Sizlar qo'lga olindingiz. O'g'rini tiz cho'ktirishdi. Ushbu muvaffaqiyatli o'tgan tadbir tufayli hamshaharlarimiz shahar hokimidan mamnun bo'lishdi. Men bu tadbirni boshlaganimda shaxsiy manfaatimni ko'zlamaganman. Men buni hokimlik kursi uchun ham qilmadim. Shahrimizning tinch va pokiza bo'lishi yo'lida harakat qildim. Odamlar tunda sayr qilishdan qo'rqmasinlar. Mening shahrimda qalbaki pullar tarqatuvchilar va o'g'rilarga joy yo'q. Qilich, yigitlar, tag'in qilichimni sindirib qo'ymanglar. Hop, menga tegma. O'tiryapman. Qilichimni ehtiyot qilinglar. Bor shumi? Ha? Qolganini tartuvgatan topasiz. Barakalla yigitlar. Shahar sizlar bilan faxrlanadi. Shahar maymunlari. Oboringlar uni, jazosini olsin. Bo'pti, jo'naymiz. Hamma mashinalarga. Lina, men seni sevaman. Minnatdorchilik bildirgandan ko'ra militsionerlikka olsa bo'lardi.